4 ta viloyatdan 4 ta bemor. Bu video Allohning rahmatiga, jamoliga, jannatiga umidvor bandalar uchun qilingan. Hurmatli xalqim, musulmonlar, iltimos sizlardan yordam beringlar. Bitta o'g'il farzandi, turmush o'rtog'i yo'q. Bitta o'g'lini oyligi ishlaydi. Necha yildan beri bemor. Zudlik bilan Hindistonga olib borib operatsiya qilishimiz kerak. 30 ming dollar pul kerak. Xalqimdan iltijo so'rayman, Ramazon oyi. Xalqim shu paytgacha ham shuncha yordam qildilaringiz. Allohga shukr. Yana yordamingizni ayamay qo'llaysiz. Ikkinchi oilamiz Samarqanddan bitta o'g'il. Ota-onasi pensioner holatda. Boshqa ko'kalari yo'q, hech kimi yo'q. Bir singlisi bizga murojaat qilib chiqdi. Jigar siyroz 4-yilda zudlik bilan Hindistonga. Bu akamizga ham 30 ming dollar pul kerak. Yig'lamang, yig'lamang. Aziz yurtdoshlarim, hammalardan shu ulg'aygan kunlar yordaminglarni ayamaydi. Bizdan qaytmasa, Xudodan qaytsin. 10 yilda topgan farzandimman. 10 yilda farzandli bo'lganmisiz? Farishtaday qizimni to'ylarini ko'rgim keladi. Jigar siyroz 4-etap zudlik bilan Hindistonga yuborishimiz kerak. Keling aziz vatandoshim, ushbu videoga befarq bo'lmang. Ukamizga sinovni qattiq kelgan. Alloh suygan bandasiga sinov beradi. Otasi hali ukamiz tug'ilmasdan turib, onasi bemorligini bilib tashlab ketgan. Ona shu farzandini ko'rdi, o'qiyib oqtaradi, kasalligi avjiga chiqib ketdi. Bitta o'g'il, aka-singillari hech kim yo'q. Hattoki uyi ham yo'q. Kvartirada turadi. Onasi og'ir betobligiga hattoki ayoli ham tashlab ketgan. Onam sog' bo'lsalar, menga tuzalsalar bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas. Samarqandlik bitta o'g'li bor. Cho'la kampirlar ham bolasini bemorligini ko'rib kasal bo'lib qoldi. Assalomu alaykum. Avvalambor masjiddagi barcha kasallarga shifo bersin. Amin. Shu qatari meni bolamga ham shifo bersin. Amin. Allohu akbar. Hammasi yaxshi bo'ladi. Baribir qiz bola otasini ko'proq yaxshi ko'radi. Ikkita qiz-a? Faqat dada deydi. Hozir ham faqat dadasini ko'proq so'raydi baribir. Xo'jayinim 8 yildan beri jigar siyroz kasalligini olishib zatarga hech narsamiz qolmadi. Biz ijroda o'tiramiz o'zimiz. Ikkita mayda bolam bor. Yordam beringlar. Singlimiz turmush o'rtog'i Hindistonda. Eng yig'latgani o'zini radnoy singlisi erining ruxsatini olib borib akasiga jigarni berdi. Yordam qilsa orqamizda iltimos qilaman. Eson mashinadagi bo'lsa. Nechta farzandingiz bor? 3 ta farzandi bor. Aziz vatandoshlar, Namanganda. Qancha xarjga kirib qoldinglar ular? 2 ming dollar. Undan tashqari 20 mingdan tashqari 12 ming dollar. Sizlarga 30 ming ekanda. 4 ta oila 30 mingdan 120 ming dollar kerak bizga. Bugun 8-mart yakshanba. Ertaga 9-mart dushanba abidgacha 24 soatlik ehsonimizni yoqdik. Faqat hech qanaqa kartalar qo'ymadik. Chunki kartalar qo'ysa kasha bo'lib ketadi, topolmay qolamiz. Shuning uchun faqat zakot berguvchilar, Allohning rahmatiga umidvor bo'lmoqchilar. Siz ushbu videoni qaysi viloyatda ko'rib turibsiz? Keling, 4 ta jurayingizni olib shu yerga yetib keling. 100 dollardan 400 dollar ko'tarib kelsangiz ham xarna. Bular eplaydi demang. Biz siz bilan buni uddalaymiz. Aziz vatandoshim, 2000-3000 dollarga dasturxonlarni to'ldirib iftorlik qilyapsiz. Hatto piyola qo'yishga joy yo'q. Keling, bugun shu iftorlikni to'xtatib, mana shu 4 ta oilani yashashiga sababchi bo'ling. Opa-singillarim, 5 yulduzlik mehmonxonada iftorlikning eng zo'rlarini qilyapsiz. Keling, shu dugonalarni yig'ib 100 dollardan ko'tarib keling. Har bir yo'l bosib kelgan qadamingizga qiyrat ajr bor. Har bir bosib kelgan qadamingizda bilib-bilmay qilgan gunohlaringiz to'kilishiga kaforat bor. Qarang, birgina ehsoningiz uchun 4 ta bemorga savobingiz teyapti. 4 insonni shu jamiyatda yashab qolishiga sababchi bo'lyapsiz. Keling, birinchi o'rinda videoga like bosasiz, kommentariyaga Saxovat beshalarni chorlaysiz va videoni maksimalli 100lab odamlarga yuborasiz. Agar mabodo men Toshkent shahridaman, uyimdan chiqa olmayman, kelib olib ketadiganlar bormi desanglar, mana Mohira degan singlimizga kelib olib ketadiganlar bormi desanglar, mana asosiy meni adminim borib yig'ib keladi Mansur degan ukamiz bilan 100%. Sizni pulingizni dunyo va oxiratda ham javob beramiz. Men o'zim mana shu yerda o'tirib pul yig'ib olaman, jamlab turib, keyin 120 ming dollar bo'lgandan keyin videoni qo'yamiz. Balkim 24 soatda emas, 10 soatda, balkim 3 soat hal qilamiz. Balkim siz tarqatganning orqasidan bir inson bitta oilani pulini ko'tarib yuboradi. Buni Alloh bilguvchi.
Hasbunallohu ni'mal vakil. Qani ketdik. Biz uddalashimiz kerak.